And with that, the 2025 season comes to an end. Good night. Yig'lamoqchidim, lekin ishxonasida bergan sovg'ani berdi hozir. Aka shunaqa bo'lar ekanda-ya. Diqqat ket. Oymoq qo'ymoqchi edilar sovg'ani. Akam pul tashlab berdilar chetda bo'lsalar ham, hozir o'sha pulga esdaligiga qolish uchun o'yinchoq olishga keldik. Ketdik. Chalinarkan. Haydi rasmi. Men yerga tegim kelib qoladi-yu, buni olsam. Jim o'tirma. Mana men kimga o'xshayman? Oyam pulimni olib qo'ydingiz, oyijon. Endi o'yinchog'imni olib qo'ydingiz. Bu oyimligini olib ketaman, sanaqa ketib. Hozircha qiziqyaptilar. Bu o'yinchoqni men tanladim, lekin oyim olib qo'ydilar bu o'yinchoqni. Bu o'yinchoqdan boshqa yo'q ekan bu do'konda, zakazga ham kelmas ekan. Kelishib ishlatamiz-a? Bu o'yinchoq akamni o'zlariga o'xshagani uchun oyimga juda yoqib qoldi. Muhriddinda o'zi ekan. Ha? Akamga o'zi ekan. Xuddi chiqishimda. Mayli. Endi esdalikka nimadir bor akamdan. Aydan paketlar bo'lardi-yu, sizlarda shu paketlardan ham bor-da. Yaxshi ko'raman-da, yaxshi paket tashlam kelmaydi. Paket yig'ishni yaxshi ko'rasiz. Tashlam kelmaydi-da yaxshi. Hozir men sizga qisqacha paketlar qatga qo'ydingiz. Shuni ishinglar uchun ochib ko'rsatmasam bo'lmaydi sizlarga buni. Shuncha paket. Bilmayman buncha paket nimaga kerak oyimlarga, mana mashitda ham bor. Bungacha xo'p deb turdim, hozir mayli paket sizlarga ko'rsatmayman oyimlarni. Men nimaman bu oyim misr bakalashka nima kerak sizga? Bir bakalashka emas u. Nima qilasiz? Uni men bu yerda bitta do'konchi bor, sut sopa. Ha. Bakal opa beramiz, sut sop toza. Ha. Odamlar mazza qilib sut oladi bunlarga. U qiynaladi magazinchi bakalashka kerak. Men har borganimda menga ham toza, chiroyli bakalashkada sut beradi. Sir yig'ish bo'yicha meni oyimlar. Sir emas u. Birinchi o'rinda. Aytgancha yana. Bugun adam bilan oyimlarni to'y bo'lishganiga 30 yil bo'lgani munosabati bilan adam mana shunaqa chiroyli lolalarni oyimga sovg'a qildilar.